javob berishim kerak ham bu savolga. Muvaffaqiyatli inson har doim baxtli emas. Siz uchun qonun qoidaga aylanib qoladi. Ya'ni shunaqa bo'lish kerak degan bir fikr shakllanadi. Men o'qigan maktabdan ko'ra meni farzandim yaxshiroq maktabda o'qishi kerak. Buyuk insonlar qishloqda tug'ilib, shaharda ulg'ayib va poytaxtda vafot etadi. Qanchalik bu muhim rol o'ynagan sizni bugungi kundagi holatingizga? Birinchi prezident bilan lentani kesganmiz. Davlat rahbarini o'tirib turishi, gapirishi, tasavvur qiling, ular bilan mana shunda o'tirib, gaplashib o'tiribmiz. Chet elda o'qitsam zo'r bo'lardi deydi. Bo'ldi, men O'zbekistonda yashayman. Men Amerikaga to'liq ko'chib ketishni xohlayman. Har kimniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga. Moslashish qiyin bo'lib qolmaydimi? Hamma muammo ham xuddi shunda. Bolalarimizni kerakli joyga shunda chiqarib yuborishimiz kerak. O'sha natijani menimcha O'zbekistonda ham olsa bo'ladi. U yerdagi sharoitni ko'rganimda qo'rqib ketganman, rostini aytsam. Men ularni albatta chet davlatga jo'natishim kerak. Chet elda o'qisa o'zi nima yaxshi tomoni bor? Gap diplomda emas aslida. Bor pulini kecha kunduz ota-ona yig'ib farzandi uchun to'lashdi. Gap uyning hajmida emas, gap uni ichida yashayotgan insonlarning qanchalik baxtli ekanida. Daholar tug'ilmaydi, daholar tarbiyalanadi. Kuchlilar tug'ilmaydi, kuchlilar tarbiyalanadi. Donolar tug'ilmaydi, donolar tarbiyalanadi. Temuriylar tug'ilmaydi, temuriylar tarbiyalanadi. Avloniylar tug'ilmaydi, avloniylar tarbiyalanadi. Mening daho farzandim. Assalomu alaykum barchaga, bizlarni obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz, bizlarni anchadan buyon kuzatayotgan ota-onalar. Bugun Mening daho farzandim podkastining navbatdagi soni va bu sonimizdagi mehmonimiz xalqaro tadbirkor, investor va biznes diplomat loyihasining asoschisi, juda ham katta xalqaro tajribaga ega bo'lgan inson Mirshod Shakirov bo'ladilar. Ustoz, xush kelibsiz bugungi podkastimizda. Xushvaqt bo'ling. Sizni taklif qilishimizda asosiy maqsad, ko'p ota-onalarimizda og'riq borda shunaqa yoki bir niyatlari bor, lekin nima qilishni bilishmaydiki, bolamni chetga jo'nataymi, jo'natmaymi, maktabda jo'nataymi yoki bo'lmasam bakalavr diplomini o'qishni jo'nataymi, magistratura uchun ketsinmi degan bir o'zlarining o'ylovlari bor. Chunki bilasiz, O'zbekiston o'sha butun dunyoga ochilganiga, keng ochilganiga 7-8 yil bo'ldi va 7-8 yil ichida juda ko'p narsalar o'zgardi. Bugun ko'p o'quvchilarimiz o'sha dunyoning bir nufuzli oliygohlarida o'qib kelishyapti, lekin o'zi buni to'g'ri yoki yaxshi va yomon tomonlari qanaqa? Chunki sizni men backgroundingizni ko'rib chiqdim. YouTube'larda bergan intervyularingizni ko'rdim va o'sha jurnalistlarga bergan o'sha o'zingizda ham xalqaro tajriba bo'lgan, o'zingiz Birlashgan Millatlar Tashkilotida ishlagansiz yoki Oxford qaysi dasturlarida o'qigan ekansiz. Shu haqida ozgina bir podkastimizni boshlasak, keyin asosiy savollarga o'tardik. Avvalambor rahmat taklif uchun. Bu podkastni mehmoni bo'lganimdan xursandman. Chunki bu bugungi kunda juda ham aktual mavzu o'zi aslida. Atalishini o'zi ham, namingni o'zi ham juda o'sha yurakka, qalbga yetib boradigan naming bo'lgan. Ya'ni mening daho farzandim. Chunki har bir ota-ona bor ekanki, o'zining farzandini daholar qatorida ko'rishni xohlaydi. Shunaqa. Har kimniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga degan narsa borda. Masalan, o'sha farzandi daho qatorida bo'lmasa ham, ota-ona ko'zida uni farzandi daho de har doim. Va shunday bo'lishi ham kerak. Ya'ni farzand uchun bu har bitta farzandga ishonch beradigan narsa, kuch beradigan, motivatsiya beradigan bir qaysidir ma'noda instrument desam xato qilmayman. Demak, o'zim to'g'rimda aytishim kerakmi yoki qanaqa davom etamiz? O'zingizda tajribangiz bo'lgan, adashmasam birinchi Westminster o'sha universitetini tamomlagansiz, undan keyin o'sha xuddi shunday Buxorodan boshlangan mening yoshligim. Buxoro shahrida tug'ilganman, bilasiz. Oddiy ziyoli oila farzandi tug'ilganmiz va Buxoroda oddiy maktabga borganman. Birinchi sinf tojik tili sinfiga borganman. O'sha paytda bilmayman, kimnidir maslahati bilan meni ota-onam o'sha paytda tojik tili sinfiga berib qo'yishgan meni. Tushunyapsizmi? Va vaqt o'tib buni xatoligini tushunishgan. 6 oydan keyin meni qaytib o'zbek sinfiga ko'chirib qo'yishdi. Biz boshlagan edik o'sha alifbo, kitobi xonish va hokazo. Meni hamma akalarim rus maktabida rus tilida o'qishgan. O'sha paytlari
90-yillar edi, 89-yil maktabga chiqqanman va o'sha payt o'sha mustaqillikni hidi kelishi boshlagan o'sha davrlarda. Ota-onamga maslahatlar berishganki, rus maktabiga qo'ymang boshqa, rus tili aktualniy bo'lmaydi boshqa bundan keyin. Mana shu kenja farzandingizni o'zbek tili maktabiga berishingiz kerak degan maslahatlarni ota-onam qabul qilib, o'zbek maktabiga berishgan, lekin nima uchundir tojik tili sinfiga berishgan o'sha paytda. Ya'ni xalqaro nimalarga chiqsin, ya'ni boshqa tilni ham o'rgansin degan maqsaddami. Lekin biroz o'tib buni xatoligini tushunishgan, chunki biz o'z tilimizni birinchi navbatda mukammal o'rganishimiz shart. Chunki men o'zbek tilini aynan maktabda o'rganganman. Oilada biz oilada tasavvur qiling, men o'sha bolaligimdan oyi ada so'zlarini dada nana deb boshlaganman-da. Ya'ni tojikcha, to'liq tojik. Va birinchi sinfdan boshlab o'sha o'zbek tilini o'rganish boshlaganmiz va kitobdan o'sha uchun ham o'rganardim, lug'atlardan o'rganardim o'zbek tilini. Buxoroda shunaqa bir muammo bor-da. Na tojik tilini mukammal bilasiz, na o'zbek tilini mukammal bilasiz. Buxoroning yoshlarida shunaqa dilemmalar mavjud. O'shandan boshlangan, o'qidim maktabda. A'lo bahoda o'qishga harakat qilganman o'sha paytda. To'g'ri bahoni mensimasdim. Shunaqa bir mindset bo'lganda yoshligimdan. Undan keyin litsey internatga o'zimcha bordim, o'qishga topshirdim, kirdim. Madaniyat, huquq va iqtisod litsey bo'lardi. O'sha paytlarda Qorako'l, Jondor va hokazo. Mana shu regionlarda juda ham bir aktual bo'lgan matematika faniga ixtisoslashgan litseylar, o'sha dasturlar ishlab chiqilgan edi va ular juda mashhur edi O'zbekiston bo'ylab. Mana shunga o'xshagan litseylardan biri bu madaniyat, huquq va iqtisod litseyi edi. O'sha yerga o'qishga kirganman o'zim. U boarding schoolga o'xshardi, ya'ni borib tunab qolish kerak, bir haftadan keyin uyga qaytib kelib. Ya'ni har hafta, gimnaziya. Har hafta uyga qaytar edik va mana shu meni juda ham boshqacha tarbiyalagan litsey desam adashmayman. Bu narsani ota-onam ham tasdiqlashadi. Maktabda o'qiganim o'z yo'lida va u gimnaziyada o'qiganim va ota-onamdan sal uzoqroq bo'lib turib, lekin O'zbekistonning ichida baribirganman. Mana shu narsa men uchun juda zo'r maktab bo'lgan. Undan keyin yana bir joyda o'tirish yo'q. Buxoro shahrida birinchi akademik litsey ochilgan. Hamisha qayerda nimadir yangi ochilsa, o'shanga harakat qilganmiz yoshligimizda. Va birinchi akademik litsey yagona Buxoro viloyati bo'yicha, o'sha Buxoro viloyati, hatto Navoiy viloyatidan ham o'sha kelib imtihon topshirib o'qishga qabul qilingan edi. Va biz ham o'sha yerga kirishga muvaffaq bo'lganmiz. Va u yerda men 3 yil ta'lim oldim. 3 yil ta'lim olganimdan keyin Toshkentga ko'chish maqsad. Ya'ni har bir yoshda bo'ladigan, ya'ni poytaxtda yashamaydigan har bir talaba nazarimda poytaxtga ko'chishni orzu qiladi. Shunaqa. Va men ham istisno bo'lmaganman o'sha paytda. Meni maqsadim Toshkentga kelib ko'chish, ya'ni o'sha yerda o'qish va hokazo. Chunki adam aytardilar, buyuk insonlar qishloqda tug'ilib, shaharda ulg'ayib va poytaxtda vafot etadi deb aytadilar-da. Har doim shu gaplar bor. Aynan shu gapga mos ravishda shunaqa yo'lni tanlaganmiz va Toshkentga kelganman. Birinchi Jahon tillari universitetiga kirganman. Chunki nima bo'lgan, u paytda diplomatiyaga kirish o'zi maqsad edi, lekin ozgina tavakkalchi bo'lishimga qaramasdan ozgina critical thinking ham qilganman o'sha paytda. Ya'ni takoy tahliliy, kritik yondashuv qilib, qarasam 9 ta joy grantga, bittasi atigi bitta qolgan. Qolgan 8 kishi tam Zulfiya mukofoti sovrindorlari joyini egallab olishgan. Undan keyin men aytdimki, bir kishi bitta joy qolgan ekan, byudjet bo'lsa o'qiyman, kontrakt bo'lsa o'qiy olmayman, imkonimiz yo'q. Shuning uchun ham deganman, davaychi biror boshqa universitet tanlay, men universitetga bemalol kira olay. Bo'lmasa agar hozir buni tanlab balandorga osilaman desam, hozir qo'limdan ko'p narsa ketib qoladi. Chunki 1 yilimni yo'qotaman va Toshkentga ko'chib kela olmayman shu yili. Tushunamsizmi? Shu narsalarni risk management qilib, o'zimcha tahlil qilib, men aytganman, eng oson universitet qayer va bizga yaqinroq nimada? Jahon tillari. Shunday jahon tillariga borganman. O'sha payt bizda nima deydi, ishonch ming bo'lgan o'zimizga nisbatan.
Endi tayyorlangandan keyin ona tili adabiyot, ingliz tili, tarix, matematikani ham o'sha payt o'rganganmiz. O'shanga topshirdim. Albatta o'qishga kirdik. Uni ham o'zi ham katta bir tarix, katta bir bilmadim, kinofilm desam bo'ladi. Ba'zida shunaqa o'zimga aytamanki, mana shu yoshligimizda kinofilm qilib qo'yishimiz kerak. Juda qiziqarli hodisalar, voqealar bo'lgan. O'qishga kirdik byudjetga va undan keyin bir hafta o'tar o'tmas ILT degan programma ochildi. O'sha Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasini qoshida, O'zbekiston jahon tillari bilan kollaboratsiya qilib, Dr. Benson ILT degan bir qo'shimcha bir programmani ochishdi. Ya'ni o'tga ham test topshirib kirasiz, qabul qilinsangiz 1 yil davomida to'liq ingliz tilida Amerikani sistemasi bo'yicha o'qiysiz. Endi men aytdim, bu ya'ni bizni peshonamiz yarqilagan ekan o'sha paytda. Men chunki jahon tillariga kelganimda o'sha ingliz tili filologiya fakultetiga shunday binoga kirganimda, u yerdagi sharoitni ko'rganimda qo'rqib ketganman rostini aytsam. Nahot meni 1 yilim shu yerda o'tadi deb. 4 yilim. Lekin aytmoqman, bir haftadan keyin biz o'zi IELTS ga ko'chganmiz. O'zi mutlaqo boshqa dunyo, alhamdulillah. Xursandman. O'sha 1 yil o'sha yerda o'qib, juda zo'r tajribaga ega bo'ldik va yil oxiriga borib Westminster xalqaro universiteti ochilishi to'g'risida bizga ma'lumot keldi. Endi bizdan baxtli odam yo'q. Kirsak ham kiramiz, kirmasak ham shu yerga kirishimiz kerak. To'g'ridan to'g'ri sizlarning guruhlaringiz o'sha yerga ko'chirilgan. Yo'q, ko'chirilmadi. O'tga boshqatdan boshqatdan boshlash kerak. Boshqatdan imtihon topshirasiz, boshqatdan va u yerga butun respublikadan kelishardi-da, kelishgan. Va menimcha o'sha davrda yagona bunaqa maskan bo'lgan Markaziy Osiyoda. Westminsterga o'xshagan joy. Westminster xalqaro universiteti bu yagona maskan, chunki O'zbekiston birinchi prezidenti tashabbuslari bilan tashkil etilgan edi va juda zo'r. Endi tasavvur qiling, u paytlarda o'sha binoga kirganda Wi-Fi bor, internet bor va rektor, universitet rektori janob Abjabor aka, Abduvahidov, ular birinchi rektori bo'lganlar. Siz bilan qo'l berib ko'rishishlari, bilasizmi, qanaqa bu emotsional ta'sir qiladi insonga. Chet elni muhitini beradigan joy. Chet elni muhitini beradigan joy. Ya'ni rektor ham sizni hurmat qiladi. Biz jahon tillarida rektorni 200 metrdan ko'rsak kirib ketardik o'ng tarafga qarab. Tushunyapsizmi? Shunaqa bir boshqacha mindset edi-da. Shu Westminster ochilish marosimi bo'ldi. Birinchi prezident bilan lentani kesganmiz. Aynan o'sha paytda aytayapman-ku, juda aktiv bo'lganmiz. Shu ham qiziqarli fakt. O'sha Westminster ochilishda birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniy Karimov bilan o'sha lentani kesgansiz. Qayerdadir rasmi ham bor dedingiz, agar rasmini bersangiz uni ham qo'yamiz. Albatta. Tarix bu tarix. Albatta, bu juda ham chiroyli tarix. O'zim uchun ham Westminsterda kiraverishda haligacha turibdi u kartina va bizda ham bor. В принципе, uni albatta siz bilan bo'lishamiz. Juda ham chiroyli davrlar xullas. Ko'p. Men aytayapman, har bitta yilimni o'zi men uchun bir dunyo-da. Hozir agar bitta yili tasnifini beradigan bo'lsak, u podkast tugab qoladi. Undan keyin bu faoliyatimni Birlashgan Millatlar Tashkilotida General Assambleyada boshladim. Nyu-Yorkda o'sha diplomatlar bilan, prezidentlar bilan, premyer ministrlar bilan ko'p hollarda uchrashib, ular bilan ishlab, ya'ni shunaqa maydonda bo'lishga muvaffaq bo'lganmiz. Shu Murshid aka, ozgina yoshligingizdagi bo'lgan narsalarni aytib berasiz. Endi odam qaysidir bir yoshga kirgandan keyin orqaga qarasa, shu qilgan rejalari, harakatlaridagi o'xshashliklarni ko'raverar ekan-da. Misol uchun, mana boshida juda zo'r yangi anaqa yaxshi fraza ishlatdingizki, nima yangi narsa bo'lsa harakat qilib ko'rardim degan narsada o'sha litsey ochilgan litseyda yoki qanaqadir yangi programma bo'lsa, yangi programmada, yangi universitet, yana siz birinchisiz aniq qilgansiz. Ya'ni har doim birinchi bo'lishga harakat qilganman, o'sha yaxshi joyda o'qishga harakat qilganman dedingiz. Va bugungi kunda masalan Yodgor Foundation yoki men sizni o'sha biznes diplomat loyihangiz masalan asosida taniganman. Juda ham ko'plab o'sha tadbirkorlarga xalqaro darajadagi aloqalarni yoki o'zlarining bizneslarini olib chiqishlarini o'rgatyapsizda, master klasslar olib borish, boshqa narsalar. Ya'ni shu bugungi kundagi darajangizga, muvaffaqiyatingizda
chet elda o'qish yoki o'tdagi olgan tajribangizni o'rni qanaqa? Qanchalik bu muhim rol o'ynagan sizni bugungi kundagi holatingizga? Albatta juda katta o'ringa ega bu narsa, chunki chet elda bo'lib o'sha millatlararo madaniyatlarni tushunishni boshlaysiz, farqlashni boshlaysiz. Buni natijasida sizda critical thinking deydi, ya'ni tahliliy kritik yondashuvlar, tahlil qilish ko'nikmasi rivojlanadi sizda. Bu juda ham muhim har bir yosh uchun. O'sha yosh boladan boshlab kecha ayolim bilan telefonda gaplashyapmiz va ayolim aytgan gapiki, bizni bolalarimizda tahliliy yondashuvni yanada kuchaytirishimiz kerak. Chunki ayolim o'sha Britaniya maktablarida o'sha kvalifitsirованный o'qituvchi sifatida dars beradi va o'sha bolalarda ko'rayotgan muammoni farzandlarimizda o'sha narsani oldini olishga harakat qiladi. Ya'ni albatta ayolimdan bu masalada men minnatdorman. Biz nafaqat er xotinmiz, balkim biz partnyormiz, biz do'stmiz, biz ba'zida bir-birimiz bilan competition ham qilib turamiz. Ya'ni nimanidir bilish, bilmaslik masalasida mana bu joylarida ko'p ayolimga ham quloq tutaman. Albatta oilada har kimning o'zini o'rni bor. Biz o'zbekchilikdan kelib chiqib, ya'ni erkak kishi aytgani aytgan, degani degan narsaga men mutlaqo qarshiman. Oxirgi so'zni erkak kishi aytadi, to'g'ri, oilada. Lekin hammani eshitish kerak. Albatta. U chunki ayolingiz biladigan narsani siz bila olmasligingiz mumkin. Ayolingiz tushunadigan darajada siz tushuna olmasligingiz mumkin shu narsani-da. Unda tahliliy yondashuv boshqacha, menda tahliliy yondashuv boshqacha. Men bunaqa katta kartinani ko'ra olaman. Ayolim masalan fokusli kartinani ko'rishi mumkin. O'sha fokusni hisobiga u chuqurroq detallarni yaxshiroq anglaydi mendan ko'ra. Men ko'ra olmagan joyini shunday aytib qo'yadi-da, o'shanga qarab, aytgancha men bunaqa bo'ladi-yu. Bo'lmasa men bu kattaroq kartinaning ichida men sen aytgan narsani men bu yerga qo'llaymiz-da, men bu yerda korrektirovka qilamiz degan bir yondashuv qilamiz. Va albatta madaniyatlar aro farqni tushunish. Albatta tilni bilish, endi O'zbekistonda bu yengil emas. Ko'pchilik yoshlarimiz, o'quvchilarimiz tilni bilishyapti. Bu juda ham zo'r, mashalloh. Bugun avval bizning davrimizda ingliz tilini bilasizmi degan savol berilishi to'g'ri edi. Bugungi kunda savol o'zgargan. Ya'ni ingliz tilini qay darajada bilasiz? Yoki ingliz tilidan tashqari qaysi tilni yana bilasiz degan savol aktualroq. Bizning davrimizda bu ingliz tilini bilish bu juda katta yutuq edi, chunki juda kam odam bilishardi ingliz tilini. Uni qiymatini tushunishmasdi balkim, yoki instrumentlar yo'q edi, yoki maktablar yetarli darajada emas edi, ustozlar yetarli emas edi va hokazo. O'sha xalqaro maydonda bo'lganim menga juda ko'p narsalarni o'rgatdi albatta. Insonlarning yurish turishi, hattoki o'sha BMTning o'zida bo'lganimda ham o'sha har bitta davlat rahbarini o'tirib turishi, gapirishi, tasavvur qiling, ular bilan mana shunda o'tirib gaplashib o'tiribmiz. Choy ichayapmiz, ovqatlanyapmiz bir yerda, furshetlar bo'lardi birgalikda, qaysidir bahs munozaralar jarayonida ularning ishi tushib qolardi bizga, masalan-da, men ofitserman, menga ishi tushib qoladi. Men buni qanday nima qilsam bo'ladi degan narsa-da. Sizda o'zi ichingizda qaysidir ma'noda o'zingizga nisbatan ishonch uyg'onadi. O'zi diapazon kattalashadi. Fikrlash diapazoni o'zi qo'rquv ketadi. Ya'ni shunaqa bir dunyoni liderlariga aylangan insonlar siz ro'parangizda turib, siz bilan maslahatlashyapti ba'zi narsalarni. Bilasizmi, ichingizda qanaqadir kuch paydo bo'ladi. Keyingi safar bular levelidagi insonlar bilan o'tirganingizda o'zingizni bemalol shular qatorida his qila olishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Bu juda ham bir emotsional bir tonkistlar-da. Shu uchun ham biz bolalarimizni kerak joyga shunda chiqarib yuborishimiz kerak. Akvariumni ichida ushab, takoy inkubator qilib, mana bu ushab turishimiz kerak emas bolalarimizni. Bu fikrimni keyinroq men chuqurroq tahlil qilib beraman. Menimcha sizda hozir tushunishim bo'yicha savollar bo'ladi. Savollar bor. Ota-onalarni qiziqtirgan yoki endi o'zimiz ta'lim sohasida bo'lganligimiz uchun bizga ota-onalar tomonidan berilgan savollar bor. Shularni yozib chiqqanman. Juda to'g'ri fikrlarni bildirdingiz. Misol uchun bitta jamiyatda yashar ekansiz, o'sha jamiyatni qiladigan harakatlari siz uchun qonun-qoidaga aylanib qoladi. Ya'ni shunaqa bo'lish kerak degan bir fikr shakllanadi.
Masalan, mana birinchi marta chet el chiqqanimni eslayman, yo'q, mana bunaqasi bo'lar ekan. Yoki aslida yo'q, odamlarga xo'mray emas, kulib qarash kerak ekan, mana bunaqasi приятный bo'lar ekan degan tushunchalar bo'lgan, zo'r narsa. Ya'ni o'sha dunyo qarash, kengaytirish kerak deb ko'pchilik ota-onalarimiz aytishadi-ku, lekin baribir chet elga chiqib kelsa, bola baribir o'zida boshqacha bo'lar ekan. Keyin oldin ham bir sizga aytdim, biz har yozda, qishda o'quvchilarimizni o'sha Londonga, Yevropaning 2-3 davlatiga oromgohga olib boramizda 14 kunlik. Shu oromgohga borib qaytgandan keyin bolalar boshqacha bo'lib qoladi. Ya'ni turli xil millat vakillari bilan ular o'qiydi, ekskursiyalarga boradi yoki tarixiy joylarga boradi yoki o'sha yerda ovqatini yeydi, misol uchun уже ko'nikishadi-da, ya'ni 2-3 martalab borgan bolalar siz aytganingizdek o'sha moslashuvchan bo'lib qoladi. Birinchi marta borayotgan odam osh yeb o'rgangan, mastava yeb o'rgangan, o'tda unaqa narsa yo'q. Qiynalishi boshlaydi-da. Shuning uchun ham xalqaro tajriba menimcha birinchi navbatda juda bir to'g'ri fikr aytdingiz, odamni moslashuvchan qiladi har xil madaniyatlarga, boshqa narsaga va aynan menimcha har bitta kasbda bu narsa muhim. Va keyingi beradigan savolim, oldin ham bu savolni sizga berganman. Juda zo'r javob bergansiz. Sizning fikringiz menimcha ota-onalar uchun ham juda ham bir manfaatli bo'ladi. Nima uchun ko'p ota-onalarimiz farzandini chetda o'qitmoqchi bo'ladi? Sabablari nima? Sabablari bir nechta sabablar bor o'z aslida. Eng birinchi navbatda, endi bilasizmi, ota-onani psixologiyasidan kelib chiqamiz-da. Ya'ni menda yo'q bo'lgan narsa farzandimda bor bo'lishini xohlayman. To'g'rimi? Men o'qigan maktabdan ko'ra meni farzandim yaxshiroq maktabda o'qishi kerak. Da? Lekin bu narsani har bitta narsada me'yorni bilishimiz kerak deb o'ylayman. O'sha orzu qilishda ham, reja qilishda ham, da farzandga komfort yaratib berishda ham, diskomfortni yaratib berishda ham, da hamma narsada me'yor bo'lish kerak. Ko'p ota-onalar bugungi kunda alhamdulillah O'zbekiston to'g'risida gapiryapmiz, to'g'rimi? Ya'ni O'zbekistondagi tadbirkorlarning bugungi kunda imkoniyatlari moliyaviy jihatdan kattalashib boryapti kundan kun va bunga o'xshagan tadbirkorlarning soni ham oshyapti. Ya'ni O'zbekistonda imkoniyatlar kattalashib boryapti. American Dream degan tushuncha bo'lardi-yu, endi Uzbekistan Dream degan narsani ham biz sekin shakllantirishni boshlashimiz kerak deb o'ylayman. Buni natijasida o'sha tadbirkorlarimiz farzandlarini chet elda o'qishligini orzu qilib qolishadi. Da eng birinchi sabab nazarimda bu prestij. Har bitta o'sha ota-ona farzandim prestij joyda o'qishi kerak deb orzu qiladi. Balkim u o'sha insonni, o'sha ota-onani yoshligida ushalmay qolgan orzusidir. O'shani farzandda ko'rgisi keladi. Ba'zi insonlarda esa ommadan orqada qolib ketmaylik. Endi hamma jo'natyapti, biz ham jo'natishimiz kerak. Bo'lmasa boshqacha fikrlash boshlashadi insonlar biz to'g'rimizda. Bizga ham imkoniyatimiz bor degan noto'g'ri fikrlar, noto'g'ri tahlilli insonlar ham yo'q emas. Ular ham bor va ularni o'zim uchratdim-da. O'sha uchun ham bu gapni bugun baralla aytyapman. Va ataylab shu savolni berganmanki, aynan maqsad nima? Farzandingizni prestij deganda nimani tushunasiz? O'sha prestij degan so'zni o'zi juda ko'p qirrali so'zda. U sifat nuqtai nazaridan prestijli maktab bo'lishi mumkin. U o'sha u yerdagi networking, ya'ni o'sha katta insonlarni farzandi o'sha yerda o'qiyotgani uchun yosh bolangizga networking yaratib bermoqchimisiz yoshligidan degan tushuncha bo'lishi mumkin. Da yoki prestij o'ta qimmat maktab, ko'pchilikning puli yetmaydi, u yoki imkoniyati yetmaydi, lekin meni imkoniyatim yetadi degan narsani ommaga isbotlab bermoqchimisiz? Ijtimoiy qanaqadir bir tasdiqlarni xohlaysizmi o'zingizga olishni degan mana bu savollar berilganida jim. Menimcha ko'pchilikniki o'sha status uchun bolam qaysi maktabda va aynan shu yerda katta xatoda. Aynan shu yerda katta xatoga yo'l qo'yishadi. O'zi aslida men bilasizmi, nimani tavsiya qilgan bo'lardim? Albatta chet davlatlarda o'qitish farzandlarni yaxshi sifatli maktablarda o'qitish bu juda yaxshi imkoniyatingiz bor bo'lsa, lekin meni nazdimda aynan
o'zimni hayotiy misolimda olib qaradigan bo'lsam, bilmadim, balkim bu savol kelar menga kechroq, oldindan javob berayotgan bo'lsam, inobatga olasiz. Mani o'zim xabaringiz bor, farzandlarim, masalan, birinchi farzandim Anisa Amerika Qo'shma Shtatlarida tug'ildi. Keyingi 2 o'g'lim Idris va Masrur Buyuk Britaniyada tug'ilishdi. Va ular tilni o'sha davlatlarda chiqarishni boshlashdi. Masalanda, birinchi biz aytgan so'z dada, nana bo'lsa Buxoroda, ularniki daddy, mommy bo'ldi-da. Bu degani emas, ular bizni tilimizni tushunishmaydi. Ular o'rganishyapti, har doim harakatda. Biz harakat qilamiz, ham tojik tilida ularga o'rgatishga, ham o'zbek tili va rus tilida albatta repetitorda o'qishadi. Endi qarang, ular u yerda til chiqarishdi. U yerni masalan bog'chasidan boshlab bugungi kunda masalan Anisa qizimiz уже secondary schoolda, Masrur ham secondary schoolda-da. Ya'ni o'rta maktab deydimi? O'rta maktabda. Idris boshlang'ich maktabda. Endi tasavvur qiling, mana shu yillar davomida ular o'sha dunyoda yashab kelishyapti. O'sha atmosfera, o'sha do'stlar, har xil madaniyatlar va hokazo. Albatta, uni pluslari juda ko'p. Ularni fikrlashi boshqacha, mindset yoshligidan boshqacha o'zgargan butunlay. Ya'ni ba'zida ularni O'zbekistonga olib kelganimda taqqoslayman-da, shular yoshdagi bolalarni taqqoslayman. Ba'zida aytamanki, balkim shunaqa bola tushib qolgan, bilmayman. Taqqoslash uchun bolalarimni fikrlash diapazoni ancha katta deb bildim men. Haqiqatda. Xuddi yoshi kattaroq insonga o'xshab gapiradi-da. Menimcha bu til va madaniyat bilan bog'liqmi deyman-da, misol uchun, chunki baribir masalan bizda ko'p holatlarda e'tibor bersangiz, bola qaysidir savol bilan ota-onaga murojaat qilsa, ko'p holatda bizni bilmayman yoki bor oyingdan so'ra deydi. Endi masalan o'sha til o'rgangan paytda chet el borganda ko'rasiz, ular o'sha har bitta bolani savoliga xuddi u katta insonga o'xshab bunga tushuntirishga harakat qiladi-da. Bu juda to'g'ri. Ya'ni o'sha bolaga nisbatan bo'ladigan muloqot va munosabatdan bu bog'liq narsa haqiqatda juda ham muhim faktor bu aslida. Mana shu jarayonni kuzatib, men o'zimga qanaqadir xulosalar qilganman. Bir tarafdan xursand bo'lganmanki, yaxshi, to'g'ri ish bo'pti debda. Lekin umumiy olib qaraydigan bo'lsangiz, masalan, xo'p, yana men aytaylik 20 yil orqaga qaytadigan bo'lsam, shu ishni qilgan bo'larmidim degan savolga men bugungi kunda o'ylab ko'rardim degan fikr bergan bo'lardim. Nima sababdan? Qanaqa o'ziga yarasha? Hayronsiz-a? Nimaga bu gapni aytyapsiz? Masalan, mana bunaqa paradoks bor-da, o'shadaki kimdir bolasini O'zbekistonda o'qitadi-da, chet elda o'qitsam zo'r bo'lardi deydi. Yoki men bitta siz emas, yana boshqa tanishlarim ham bor. Orasida borki, farzandini o'sha chet elda maktabda, kollejda o'qishadi-da, agar anaqa qilganda botda o'qitardim degan bir afsuslanish bor-da baribir-da. Nima sababdan? Masalan, endi meni o'zim bir qarashlarim bor. Masalan, biza men bilan siz, men ham oddiygina qishloqdan chiqqanman. O'sha 4ta maktab 5-sinfda o'qiganman, misol uchun juda ko'p ko'chganimiz sababli-da. Va bu narsa meni qanaqadir moslashuvchan qilgan yoki o'zbeklar bilasiz, dunyoning har bitta nuqtasida bor, juda moslashuvchan xalqmiz. Lekin deylik ingliz tili chiqib, o'sha muhitda bo'lsa, qanchalik ular boshqa millatlarda yoki boshqa davlatlarda ertaga moslashuvchan bo'la oladi. Ya'ni o'tdagi yaxshi hayot, masalan, bilan barbotdagi hayot farq qiladi-ku, moslashish qiyin bo'lib qolmaydimi? Xuddi shunday. Hamma muammo ham xuddi shunda. Ya'ni adaptability, ya'ni siz aytgan o'sha moslashuvchanlik ko'nikmasi aynan g'arb davlatida o'sib ulg'ayayotgan yoshlarda yo'q. Yoki juda ham zaif. Men o'zimni hayotimdan, o'zimni tajribamdan kelib chiqib, mana bugun o'tirib o'zim uchun formula yaratdim desam to'g'ri bo'ladi. Yana agar farzandim bo'lganda nima qilgan bo'lardim? Yoki bugun ota-ona bo'lganimda nima qilgan bo'lardim? Men ras O'zbekistonlikmanmi o'zim. Bugungi kundagi sharoitlarni inobatga olib men bu qarorga kelyapman. Ya'ni
O'zbekistonda yaqinda o'qib qoldim. 2017-yildan keyin universitetlar soni, mana bu xalqaro universitetlar transnational deydi-ku, transmilliy universitetlar, ya'ni o'sha chet davlat universitetlari da bugungi kunda O'zbekistonda 30 mingga yaqin talaba o'qiyotgan ekanda. Va u 2017-yildan to bugunga qadar uni soni 4 barobarga oshibdimi? Shunaqa statistikani o'qidim yaqinda. Lekin chet davlatda esa 109 mingmi, 110 ming. Men prosta qiyoslash uchun ko'rdim. Ya'ni o'zbek yoshlari juda ham qiziq yana statistika, dunyoda 5-o'rinda turar ekan. Eng ko'p, ya'ni bu koeffitsient nuqtai nazaridan rationi hisoblashgan nazarimda globally dunyo bo'yicha 5-o'rinda turar ekan, eng ko'p talabalar chet davlatda o'qishi bo'yicha. Hayron bo'ldim. Top 10 talikda ekanmiz. Endi qarang. Formula shundan iboratki, agar bugungi kundagi imkoniyat bo'lganda edi, aytaylik, men o'tgan yil uylandim va farzandim dunyoga keldi. Nimadan boshlardim? Birinchi navbatda men bilaman, shu maktab oiladan boshlanadi. Har bir ota-ona farzandini ertaga kim bo'lib chiqishiga mas'ulligini bilamiz. Lekin sababchi ham o'zi bo'ladi ota-onani. Uni oiladagi bir-biriga munosabati, farzandiga nisbatan munosabati, ot aytyapsiz-ku, chet elda farzandi bilan o'tirib, xuddi katta insonlardek o'tirib gaplashadi. Xuddi shu narsani, xuddi shu taktikani g'arbiy o'sha ba'zi bir bizga mos keladigan o'sha instrumentlarni olib mahalliylashtirgan bo'lardim. Bu bir. Ikkinchidan, boshlang'ich maktabni masalan chet elda o'qishiga farzandimni mutlaqo qarshi bo'lgan bo'lardim. Secondary, ya'ni o'rta maktabni ham qarshi bo'lgan bo'lardim. Hattoki o'sha high school, ya'ni o'sha litsey yoki kollej davrini ham chet elda o'qishiga qarshi bo'lgan bo'lardim. Aynan O'zbekistonda bugungi kunda eng yaxshi maktabni tanlagan bo'lardim. U shart emas, British school bo'lishi yoki American school bo'lishi yoki Canadian school bo'lishi bo'lsa mayli. Lekin hammada ham imkoniyat yo'q u maktablarda o'qitish. Ular juda qimmat. Ya'ni O'zbekistonni daromadini inobatga olgan holda gapiradigan bo'lsa, o'ta qimmat. Va ba'zida men aytamanki, bu overpriced deb hisoblayman buni. Ya'ni beriladigan qiymatdan ko'ra narxi juda baland. O'sha uchun hamki bugungi kunda mana Xudoga shukr konkurensiya, ya'ni raqobat rivojlanyapti O'zbekistonda. Raqobat natijasida maktablarning sifati yaxshilanib boryapti kundan kun. Vot o'zingiz maktab yuritasiz, maktab biznesidasiz. Bu narsani ko'rib yurib, bilib yuribsiz, to'g'rimi? Ya'ni o'sha benchmarking qilasiz, boshqa maktablarda nima o'zgarishlar bo'ldiki, men o'sha o'zimni maktablarimda shu narsani qo'llashim kerak va undan ham yaxshiroq qilishim kerak. Va ko'proq o'quvchi jalb qilish maqsadida maktablarning sifati kundan kun oshib boryapti. Kimdir ham robototexnikani qo'shadi, kimdir yana mentalniy arifmetikani qo'shadi, kimdir yana suzishni qo'shadi, kimdir yana role playingni qo'shadi va hokazo. Sekinlik bilan qarabsizki, raqobatchilarni o'zi bir-birini tarbiyalab qo'yyapti va natijada xalq uchun ajoyib plashatka, maydon paydo bo'lyapti. Ya'ni maktablar hammasi kamida o'rtadan yaxshiroq sifatda. Shu narsani inobatga olib, men farzandimni O'zbekistonda mana shu maktablarda o'qitgan bo'lar edim va ingliz tiliga, matematikaga katta urg'u bergan bo'lardim. Albatta hamma maktabda hozir IT bu by default, ya'ni po umolchanию bo'lyapti. Va albatta sportlar, har xil O'zbekistonda hozir to'garaklar juda ham rivojlanib ketyapti. Bunga yo'l ochilganda va xalqni cho'ntagi ko'tarib oladigan darajada. Shunday ekan, maktab O'zbekistonda o'qishi shart meni farzandlarim. Lekin maktab o'qish jarayonida yozgi ta'til bo'ladi-da yoki qaysidir chorak, o'rta chorak ta'tillar davomida men ularni albatta chet davlatga jo'natishim kerak. O'sha chet elga aytaylik o'sha private schoollarga, ya'ni o'sha xususiy maktablarda aytaylik 1 yilda 15 ming funtda ketkazadigan pulimni men 10 mingini tejagan holda 5 ming masalan xarajat qilyapmanmi? 10 ming yonimda turibdi. O'sha 10 mingni 3 mingini masalan aytaylik 3 ming funtini olib men yil davomida farzandimni qaysidir xalqaro lagerlarga jo'natsam, va ular bardavom bo'lsin.
va bitta Angliya emas, Angliya, Amerika, Avstraliya, Hindiston, Bangladesh kerak bo'lsa, Eron va hokazo. Ya'ni men shu yo'nalishda farzandimni mindsetini multiculturalism, ya'ni har xil madaniyatlilik ko'nikmasini unda rivojlantiryapman. Flexibility, adaptability. Albatta biz farzandimizni birinchi kundan boshlab global citizen qilib tarbiyalashimiz kerak. Ya'ni global fuqaro qilib. Global fuqaro qilib tarbiyalashimiz esa aynan mana shu ko'rinishda bo'ladi deb o'ylayman. O'zbekiston maktabini eng yaxshi sifatli maktabda o'qitish, u qimmat bo'lishi shart emas. Eng sifatli maktabda o'qitish va har doim farzandingizni mana shu lagerlarga jo'natish, xalqaro olimpiadalarda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlash, ko'proq chet el davlatlaridan do'stlarini munosabatlarida bo'lishini qo'llab-quvvatlash va imkoniyat yaratib berish va albatta farzandingiz bilan o'sha har xil davlatlarga dam olishga borish. Mana bu sizni farzandingizni diapazonini yaxshigina kattalashtiradi yoshligidan. Bu bir. Ikkinchidan o'zini o'zligini, o'zini madaniyatini, o'zini oilasini qadrini hech qachon yo'qotmaydi. Bilyapsizmi? Ba'zida ko'p ota-onalarni hozir bugungi kunda ko'ramiz, mani farzandim Angliyada o'qiyapti, mana bolam Shvetsariyada o'qiyapti va hokazo. Hozir bu juda ham prestijni eshitiladi. Yoki menda ham shu, mana uchala bolam ham britanskiy maktablarda o'qiyapti da chetdan juda chiroyli eshitiladi. Lekin gap bitta ta'limda emas-da. Gap o'sha yerda yaratilayotgan emotsional maydonda, u yerdagi atmosferada, u yerda o'sha boshqalarni farzandingizga berayotgan ta'sirida va u ta'sir natijasida bolangizda shakllanayotgan xarakterda gap. Tushunyapsizmi? Bu juda ham muhim. Hayot davomida bitta ta'lim hamma narsani hal qilib bera olmaydi. U xarakter, unda o'sha paydo bo'lgan ko'nikmalar, o'sha mindset va hokazo. Va eng asosiy narsa siz aytgandek haqiqatda bu adaptability, ya'ni moslashuvchanlik bo'lishi shart. Hozir sizni gaplaringizni bir xulosa qilib o'ylab turdimda, misol uchun har bitta ota-ona o'zini farzandi uchun bir road map qilish kerak ekan, ya'ni yo'l xaritasi. Xuddi siz aytganingizdek o'sha bog'cha yoshida nimalarni bilish kerak, qayerda o'qitaman, qanaqa muomala qilaman yoki men ko'p ota-onalarga o'sha maslahat beramanki, masalan 2-3 ta farzand ko'rishga shoshilishadi, lekin farzand tarbiyalash haqida kitob o'qishmaydi yo bir maqola o'qishmaydi, YouTubedan video ko'rishmaydi-da, misol uchun-da. O'sha yo'l xaritasini tuzib oladigan bo'lsak, bog'cha yoshidagi siz aytganingizdek maktab yoshida qanaqa qilaman yoki chetga jo'nataman degan menimcha dastur qilib olsa, o'sha chet elda o'qitadigan sifatni yoki o'sha biz xohlayotgan natijamiz-ku endi baribir asosan o'sha natijani menimcha O'zbekistonda ham olsa bo'ladi. Lekin hozir to'g'ri aytyapsiz, chet elda o'zini minuslari bor. Mana siz ham bu narsani tasdiqlayapsiz yo boshqalarda ham, lekin chet elda o'qisa o'zi nima yaxshi tomoni bor? Misol uchun bizlarni kuzatib turgan ota-onalarda yoki meni o'zimga qancha tanishimdan bir savol tushadiki, Shahzod, men imkoniyatim bor, bolamni o'sha high schoolga yoki secondary schoolga jo'natmoqchiman. Nima deysan deb mendan savol berishadi. Mana sizni farzandlaringiz Buyuk Britaniyada o'qiydi yoki o'zingiz ham adashmasam 2009-yildan buyon Buyuk Britaniyadasiz, chetdasiz. Amerikadamiz 2009-yildan beri, 2012-dan beri Britaniyadamiz. Britaniyada. Shuni yaxshi tomonlari nima o'zi? Mana shudiki. Endi qarangda, masalan, men yo'l xarita dedim-ku, formula. Uni yakuniga yetkazmadim. Xo'p, bolamizni O'zbekistonda o'qityapmiz. Yaxshi maktablarda va o'rtada kerakli o'sha xalqaro konferensiyalarga, lagerlarga jo'natib turibmiz-da. O'sha boshqa madaniyatlarni o'rganish uchun. Lekin farzandimiz qachon chet elda o'qiydi? Baribir qalbimizda orzuyimiz bor-ku, farzandimiz o'qishi kerak. Farzandingiz to'liq tayyorgarlikni ko'rib, bakalavr marhamat chet elda o'qishi mumkin. Chunki u farzandni o'zligini o'zi yo'qotishi qiyin bo'ladi. Tasavvur qiling, bizni masalan yoshlikdan to o'sha universitet davrigacha farzandlarimiz ham o'zbek tilini o'rganadi, ham rus tilini o'rganadi, ham ba'zida tojik tilini bilishadi ko'pchilikda, geografik lokatsiya nuqtai nazaridan. Bir paytda o'zida farzandlarimiz bir nechta tilni bilishyapti. Angliyada ulg'ayotgan farzandlar faqat bitta tilni bilishadi.
yoki Amerikada o'qiyotgan o'quvchilar faqat bitta tilni bilishadi. Endi bizning diasporamiz bundan mustasno albatta. O'zbek oilalarimizda ular o'zbek tilini bilishadi, rus tilini va ingliz tilini bilishadi. Bu meni ham farzandlarimga o'xshab. Lekin u yerda местный o'sha mahalliy aholida faqat bitta til va masalan ko'p hollarda bo'ladi, nechta tilni bilasiz desa, men 5 ta tilni bilaman, 6 ta tilni bilaman desa, ular poliglotmisiz devoradi-da, tushunyapsizmi? O'zi 3 ta til ko'plik qiladi ular uchun. Xo'p, tayyor bo'ldi farzandingiz, ota-onani ham qadriga yetadigan, qavm qarindoshlarni ham hurmatini joyiga qo'yadigan, bizning qadriyatlarimizni tushunadigan va ulug'laydigan bo'lib yetishdi ma'lum yoshgacha. 16-17 yosh. Endi mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan paytida o'zi biz tayyorlab bergan mana bu fundamentni endi uni ozgina polish qilish vaqti keldi. Unga sayqal berish vaqti keldi. Ana bu sayqal berish, upakovkani ustini chiroyli qilish, ana endi esa unga xalqaro bilimlar kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha bakalavrni o'qiydi chet elda yoki magistratura. Agar aynan meni o'zimni formulam bo'yicha davom ettiradigan bo'lsak, hatto bakalavrni ham O'zbekistonda o'qigan bo'lardim. Va o'sha yerda ham yozgi ta'til davomida chet ellarga borib, qaysidir vocational kurslarda o'qib, qo'shimcha nimalar qilib, undan keyin esa to'liq magistraturaga faqatgina borib kelishi men tavsiya bergan bo'lardim. Chunki maktab davridagi networking, orttirgan networkingda, undan keyin bakalavrda o'qib, universitetda o'qish jarayonida o'sha yoshlar o'ziga networkingga eng katta fundament o'sha davr hisoblanadi. O'sha davr hisoblanadi. Bu aynan maqsaddan bog'liq. Agar o'sha yoshlar, aytaylik, ma'lum bir insonni, ma'lum bir individual, bo'ldi, men O'zbekistonda yashayman, men Amerikaga to'liq ko'chib ketishni xohlayman deydigan bo'lsa, albatta harakatini hozirdan boshlash kerak. Universitetdan oldin ham boshlashi kerak. O'sha fundamentini chet elda qilishi shart. Agarki ularda oilaviy uzlar, ya'ni o'sha oilaviy aloqalar, qadriyatlar juda ham qadrli bo'lsa va men O'zbekistonda yashayman, farzandimni O'zbekistonda ulg'aytiraman degan niyat bilan bo'lgan yoshlarimiz O'zbekistonda bakalavrni o'qishi kerak bo'ladi. Chunki bakalavr vaqtida juda ko'p do'stlar orttiradi, undan keyin ertaga o'sha networking mustahkam bo'ladi va 2 yilga magistraturaga borib kelishi hech qanaqa networkingga ham zarari yetmaydi va O'zbekistondan oyog'i uzilmaydi. Tushunyapsizmi? O'sha aloqalar qolib ketadi va qaytanga o'sha bakalavr jarayonida barpo etgan qaysidir fundamentni yana ham mustahkamlash imkoniga ega bo'ladi. Shuning uchun ham va siz aytgan gap, ota-ona roadmap qilib berish kerak. Men o'zi aytamanki, farzandni muvaffaqiyatli kelajagini arxitektorlardan biri bu uni ota-onasi. Chunki meni yoshligimda masalan ota-onam aytmagan menga, bolam, mana bu ishni sen mana bu kasbni olishing kerak. Sen mana bu kasbni egasi bo'lsang yaxshiroq bo'ladi degan fikrlar bo'lmagan. Bilasizmi? Va men qiynalganman bunaqa masalada. Nimaga? Chunki yosh bola hali bilmaydi. Nimaga qodir u? Uni xarakteridan kelib chiqib, ota-onaday farzandini yaxshi biladigan inson yo'qda o'z aslida. Farzandingizni bilasiz, kam gap bo'lsa yoki ko'p gapiradigan bo'lsa, eng zo'r sotuvchi bo'lishini ko'zingiz yetadigan bo'lsa, sahnadan qo'rqmaydigan bo'lsa, yoshligidan bilinadi-ku farzandni. Qobiliyatga qarab bo'lsa, albatta, 3 ta farzandingiz bo'lsa, uchalasi 3 xil dunyo bo'lishi mumkin. Oddiy o'sha misol tariqasida aytaman, qizim dizaynni yaxshi ko'radi, men uni arxitektor bo'lishini harakatidaman hozir. Haqiqiy professional arxitektor bo'lsa, men xursand bo'laman. Masrur o'g'lim. U juda kam gap, lekin juda bir detalli ishlaydi va juda detallarga ahamiyat beradi va hokazo. Men aytdim, yoki doktor bo'lish kerak, ya'ni doktor, vrach qilish niyatidamiz, xirurg xudo xolasa va uni o'zini qaysidir yana orzulari bor. Men aytdim, yoki mayli o'sha injineriya направлениясida ishlashi mumkin. Lekin men nazarimda men Masrurni vrach sifatida ko'ryapman, xudo xolasa. Idris endi shakllanyapti.
lekin unda sotuvchilik, o'ziga ishonch juda kuchli-da, fikrini bayon eta olish ko'nikmalari kuchli-da. Man masalan uni balkim advokat yoki tadbirkor bo'lishini tavsiya berishim mumkin. Zo'r. Tushunyapsizmi? O'sha uchun ham agar ota-ona o'sha road mapni farzandiga uni qobiliyatlaridan, xarakteridan kelib chiqib, boshida uni o'sha yo'nalishga yo'naltirishni boshlasa, o'sha sohaga doir kitoblarni unga sotib olib, o'sha sohaga doir joylarga olib borib, unga qiziqish uyg'otishni boshlasa, bilingki, ota-ona farzandiga eng katta yaxshilikni qilgan bo'ladi. Ko'p xatolardan farzandini saqlagan bo'ladi. Juda ham to'g'ri narsani aytyapsiz. Xuddiki masalan bizdan oldin akamiz bo'lsa-da, bu akamiz o'sha chet ellarga o'qib bizdan oldin o'qishlarni bitirsa, siz so'raydigan va o'sha qorda ham kimnidir izidan borsangiz osonroq bo'ladi, xuddi shunaqa holat bo'ladi. Aynan ota-onani bu narsada roli katta, chunki ko'p o'quvchilar endi yosh bo'lganligi sabab, tajribasi bo'lmaganligi sabab juda ko'p xato qilishadi. Ya'ni vaqtini noto'g'ri o'sha yo'nalishga yoki bir noto'g'ri bir sohaga masalan sarflab qo'yishi mumkin. Men o'sha litseyni bitirayotgan paytimda o'sha ingliz tili o'qituvchimdan maslahat so'raganman-da, xuddi shunaqa borib, o'shanda ham maslahat bilan ish qilganmiz. Men aytganmanki, ustoz, men IELTS oldim, mana 7 ta oldim. Men chetga ketaymi yoki shu yerda o'qiyman, chunki chetda ham o'qigansiz deb ularga savol berdim-da. Xuddi siz aytgan narsani menga 2015-yil aytganlar-da, ya'ni aytganlarki, Shahzod, mana shu 4 yil davring, bakalavr davring sani eng muhim davr hisoblanadi. Sen agar chetga borib o'sha yerda qolib yashayman deyotgan bo'lsang, uni o'tda o'qigin, chunki shu davrda sen juda ko'p networking qilasan va shu baza juda ko'p yil senga kerak bo'ladi. Agar yo'q, men O'zbekistonga qaytaman deydigan bo'lsang, o'zingni bu yerda ko'rayotgan bo'lsang, mana marhamat, xalqaro o'sha oliygohlar bizda ham bor, borib o'sha yerda o'qisang bo'ladi degan maslahatni berganlar. Qarang, mana bitta yo'nalish meni shu tomonga burdi-da, misol uchun, yoki nechta mana o'zimni tanishlarim o'sha borib Londonlarda o'qib kelgan bo'lsa, ular qaytdi-da, qiynaldi. Albatta. Misol uchun, men bu 4 yil ichida 3-kursligimda mana biznesimni boshladim. Yoki bugungi kunda o'sha muloqotda bo'lgan juda ko'p networking o'sha bazamni o'sha davrda to'play oldim-da. Ular qaytib kelganda 4 yil ular bu muhitda bo'lmagan va qaytib bo'tni boshlash uchun ularga demak katta yana vaqt kerak bo'ladi, energiya kerak bo'ladi. Yo bu narsa bo'ladi yoki bo'lmaydi. Bitta minuslaridan xuddi shu narsa, ya'ni chet elda o'qib bo'tni qaytsa qiynalar ekan odam. Albatta. O'sha uchun ham har bitta o'sha qabul qilinayotgan qarori tagida aniq maqsad bo'lish kerak-da. Har bitta narsa maqsadga bog'liq. O'sha aytganingizdek, agar haqiqatda u yerda o'zini ko'rayotgan bo'lsa, muammo yo'q, marhamat. Boring, bakalavr, hatto high schoolda ham o'sha yerda o'qishingiz kerak. Shunda o'zi boshlanadi. Yana bitta savolki, mana ko'pchilik maktab to'lovlarini, bolasini kitobini yoki o'sha chet elga mana lagerlarga jo'natish yoki har xil olimpiadalarda qatnashtirishi xarajat deb hisoblaydi-da, puliga arziydimi, yo'qmi deydi yoki ba'zi shunaqa ota-onalarni ko'raman, tug'ilgan kun uchun yoki bir mashinasi uchun $1000-2000 sarflash, ana o'rtog'im qildi, men ham qilishim kerak deydi, lekin aynan maktabga kelgan paytda, bilimga kelgan paytda ili savdolashadi yoki bo'lmasa yo'q qimmat ekan deb qizg'anishadi-da. O'zi agar bu narsaga investitsiya deb qaraydigan bo'lsak, aslida ta'limga tikilgan pul investitsiya hisoblanadi. Lekin savolki, mana ta'limga tikilgan investitsiya qachon qaytadi, qancha paytda qaytadi? Aynan mana shu savolga beriladigan javobni tushunish uchun ko'p ota-onalarning o'zi uchun ham alohida master-klass, ba'zilari uchun master-klass o'tkazib berish kerakki, aynan ko'p ota-onalarimiz bu narsani anglab yetishi uchun. Bu narsani men ham bir kunda anglab yetmaganman. Yillar davomida tushunib yetganmanki, ta'limga qilinayotgan investitsiya bu haqiqatda hech kim hech qachon sizdan olib qo'ya olmaydigan investitsiya. Ko'p bizneslarga biz investitsiya qilamizda, u investitsiya ko'p hollarda bankrotga uchrashi mumkin-da, muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin loyihalarimiz. Lekin aynan ta'limga, ya'ni farzandingizni ta'limiga qilayotgan investitsiya eng bankrot kam bo'ladigan investitsiya hisoblayman buni.
muvaffaqiyatsizlik darajasi juda past. Shunday ekan, har bitta ota-ona bu narsani ichidan anglashi kerak. U narsani anglay olishi uchun esa ota-onani o'zi o'qimishli bo'lishga harakat qilish kerak. Men aytmayapman, ota-onani o'zi universitetda o'qigan bo'lishi kerak, institutda o'qigan bo'lishi kerak. U ota-ona o'quvli bo'lishi kerak. Ya'ni o'qigan bo'lishi kerak-da. Hayotdan hech bo'lmasa to'g'ri tajribali insonlardan to'g'ri insaytlarni olib, to'g'ri xulosalarni qilishga ulgurgan bo'lishi mumkin. Chunki hayotda biz birovni ayblamaymiz. Sen o'qimading, sani diploming yo'q deb. Gap diplomda emas aslida. Shunaqa ota-onalar bor, hech qanaqa diplomi yo'q, shunaqa lekin aqli raso va tafakkuri kengki, ular hayot ko'rgan insonlar. Va aynan o'shalar ilmni, farzandidagi ilmni qiymatini juda ham chuqur tushunadigan insonlar. Ras shunaqa ekan, kimdir sharoiti to'g'ri kelmagan, har kimning hayoti har xil vaziyatda o'tgandek, kim har xil vaziyatda o'sganmiz ko'pchiligimizda. Aynan imkoni borlar, imkoni yo'qlar o'sha davrdan, masalan, bugungi kunga qadar ota-onalarning katta qismi, Allohga shukr, bu haqiqat, bugungi kunda O'zbekistonda ota-onalarning ko'p qismi ilmni qadrini tushunishni boshlashdi. Balkim bizdagi o'sha atmosfera bunga ta'sir qilyapti. Lekin ko'p ota-onalarga hozir agar savol beradigan bo'lsangiz, ta'limga investitsiya qilish 10 yil oldingi mindset bilan bugungi butunlay o'zgargan. 10 yil masalan bugungi kundagi ota-onalarning mindseti mutlaqo o'zgargan. Va ular ta'limga pul berishga tayyor. Ilmga pul berishga tayyor. Shuning uchun hamki bunaqa ota-onalar ko'paysin. Menimcha vaqt kerak ozgina. Siz aytayotgan o'sha ko'targan masalangizni yechimli bo'lishiga. Xolisi bunga ishonaman. U juda ham kerakli investitsiya hisoblanadi. Chunki farzandingizga bugun investitsiyani qilyapsiz, ertaga u farzandingiz sizni boqadi. Misol tariqasida aytishim mumkin, o'zimni jiyanim, ya'ni o'sha ayolimni opachasini farzandlari, ular kecha-yu kunduz mehnat qilishdi-da. Ular Yaponiyada yashashdi boshida ko'p yillar va O'zbekistonga kelishdi. O'zbekistonda kelgandan keyin bir tanu bir jon bo'lib harakat qilishdi er-xotin. O'zlariga ro'skishni ravo ko'rishmadi. Maksimal darajada faqat farzandlarini o'sha repetitoriga pul berishdi, o'rgatishdi, qo'shimcha o'sha darslar olishdi va hokazo. Bor pulini kecha-yu kunduz ota-ona yig'ib farzandi uchun to'lashdi. Va bugungi kunda uni natijasini qarang. Farzand birinchi navbatda prezident maktabida birinchi o'rinlardan kirdi. Prezident maktabini tugatgandan keyin O'zbekistondan Princeton universitetini $400,000 o'sha stipendiyani qo'lga kiritdi va to'liq Amerika davlati o'sha Princeton universitetini scholarship bilan o'qishni boshladi. Ya'ni bugungi kunda bu har bir ota-ona orzu qilishi mumkin bo'lgan natijada aslida. Mana qarangki, ota-ona investitsiya qildi farzandiga. Bugun o'sha ota-ona uni universitetiga ham to'lashga ehtiyoj yo'q. Chunki Princetonni o'qiyapti. Princetonni to'liq o'sha stipendiya asnosida o'qiyapti va Princetonni tugatganlarni o'sha korxonalar navbatda turishadi. To'g'rimi? Katta oylik bilan ish bilan ta'minlash uchun. Bu degani bo'ldi, ota-ona maksimal darajada investitsiyani qildi. Ko'ngli xotirjam. Bitta farzandiga o'sha to'g'ri tarbiyani berdi, imkoniyatni berdi, bor imkoniyatini. Ana endi esa farzandi inshaalloh bularni boqishiga ko'zim yetadi. Ya'ni ota-ona hech narsadan xavotir olish kerak emas vaqtida. Shunaqa holatlar bo'ladiki, masalan, menimcha ko'rib turgan ota-onalarda ham bir shunaqa hayotiy tajriba borki, vaqtida puli bo'lgan, anaqa qilishganda, endi ba'zida bolangizni o'qitishni ham xohlaysiz, lekin baribir o'zingiz ham u bilan birga qiziqishingiz kerak-da o'sha sohaga-da. Masalan, ko'pchilik ota-onalarda bugungi kunda bir og'riqli mavzu farzandini o'qitmoqchi, farzandini bilimli bo'lishini xohlayapti, lekin juda ham ish bilan band. Men pulini beraman, o'zing borib o'qigin. U unaqa bo'lmas ekanda. Hozir mana tadbirkorlar klubida ham yaqinda men o'sha chiqqanimda shu savollarni berishdi. Men aytdimki, o'zingiz ham qiziqing.
o'zingiz ham boring ketida, masalan, qanaqa joy, u bilan fikrlashing, u bilan gaplashing. Chunki nimaga masalan o'sha farzandlarimiz o'rtoqlari bilan ko'proq gaplashishni yaxshi ko'radi. Chunki u yerda hech kim bir-biriga buyruq bermaydi, u yerda fikr almashish bo'ladi. Men o'ylaymanki, o'sha ota-onalardagi eng katta bir kamchiliklardan bittasi ham men pulini beryapman, investitsiya qilyapman-ku, bor o'zing o'qi degan bilan bo'lmas ekan. Ya'ni u investitsiya siz aytganingizdek bankrot bo'lish ehtimoli katta bir anaqaga o'sha versiyaga, holatga to'g'ri keladi. Shu haqida ham ozgina fikr bildirsangiz zo'r bo'lardi. Juda to'g'ri. Ya'ni biz ko'p hollarda ota-ona sifatida rol model bo'lishimiz kerak, namuna bo'lishimiz kerak farzandimizga-da. Ba'zida aytamiz, masalan, ko'p hollarda darsingni qildingmi, kitob o'qidingmi deymizda, o'zimiz qo'limizga kitob olmaymiz. Masalan, farzand tasavvur qiling, ko'p oilalarda bu narsani ko'ramiz. Bola 1 yoshli, 2 yoshli bolachalarimizni kelib joy namozi ustiga chiqib Allohu akbar deydi, boshini sajdaga qo'yadi. Masalan, nimaga? Bu nimadan dalolat beradi? Bu deganiki, farzand o'sha narsani uyida ko'rdimi, shu narsani nusxa olib, shu narsani takrorlashni boshladi. Avtomatik, organik ravishda. Bilingki, bitta shu amalda sizni farzandingiz sizdan nusxa olib, sizni qaytaryaptimi, takrorlayaptimi? Har bitta sizni xatti-harakatingizni farzandingiz takrorlaydi. Siz bilgan va bilmagan holda. Siz bilan sizga ochiqchasiga va yashirincha holatda xuddi shu narsa qaytariladi. Siz ishlatadigan so'zlar, siz ishlatadigan ton, intonatsiya, kiyinishingiz, o'tirib turishingiz, ovqatlanishingiz, siz nimalarni bugungi kunda o'qiyapsiz, nimani televizorda tomosha qilyapsiz. Da Chelsea ni fani bo'lsa, ertalabdan kech qachon futbol ko'radigan otani farzandi ham Chelseachi bo'ladi. Masalan-da. To'g'rimi? O'shuning uchun ham agar ota boshqa narsalarni ko'rib qiziqadigan bo'lsa, farzand ham shu narsaga qiziqadi. Oddiy misol aytaman. Bu yerda bu degani emas, meni yo'nalishim ideal yo'nalish. Meni o'zimda juda ko'p kamchiliklarni ko'raman. Har kuni harakat qilaman yaxshilashga. Men juda ko'p kamchilik ko'raman o'zimni o'sha tarbiya berish jarayonida, farzandimga kerakli darajada yondashuv qilmasligim uchun ayblayman o'zimni. Masalan, deb Dragon Den degan ko'rsatuv bor. Yoki Sharks degan ko'rsatuv bor. Shark Tank, ya'ni Shark Tank va Dragon Den. Shark Tank bu Amerika, Avstraliyadagi versiyalar. Bu tadbirkorlar o'tirib, ya'ni o'sha investitsiya qilish xohlaydigan, investitsiya uchun kelgan tadbirkorlarni tinglab, ularni tahlil qilib, yo qabul qiladi, yo qabul qilmaydi. Va mana shu jarayonda o'sha kelayotgan yosh tadbirkorlar yoki o'rta yosh tadbirkorlar o'sha pitching qiladi, pitchdek qiladi, to'g'rimi? O'zini o'sha loyihasini taqdim qiladi nimalarga? O'sha hakamlarga o'xshab o'tirishadi. Investorlar ularga taqdim qiladi va taqdim qilish jarayonida ular beradigan o'sha raqamlar, ular ishlatadigan o'sha terminlar, so'zlar, usullar va hokazo har bittasi dars meni o'zim uchun. Va investorlar o'tirib beradigan savollar, qanaqa ko'rinishda mana bu interrogation qilishadi, qanaqa ko'rinishda uni savollar bilan ushlab qolishadi. Men bunaqa joylarini ko'rib, men o'zimga ko'p narsani o'rganaman. Va bu ko'rsatuvlar men uchun qiziq bo'lganini natijasida endi uyda, living roomda, men bu umumiy o'tiradigan joyda ko'radiganimiz shu. Men buni ko'ryapmanmi, demak boshqalar ham ko'radi. Bilasizmi? Men safarda bo'lganimda onasidan bilsam, ya'ni ayolimdan bilsam, bular o'zi YouTube'da o'sha Shark Tank va Dragon Den'ni qidirib tomosha qilishni boshlashibdi. Va men jon deyman bunaqa ko'rsatuvlarni bular ko'rishsa. Chunki u business mindni, business o'sha fikrlashni, tahliliy yondashuvlarni, kreativlikni da ularni o'sha tushunish qobiliyati, tahlil qilish qobiliyatini kengaytiradi bu narsa. Yangi terminlarni o'rganishadi. Va men qaytib kelganimda uyda bizda bir traditsiyani boshlagan edik. Ba'zida to'xtab qoladi bu traditsiya, ba'zida bo'ladi, lekin men o'sha uyda stabil bo'lgan davrimda bu narsa bardavom bo'ladi-da. Nima u? Ya'ni men uyda investor sifatida bo'laman va bolalarim o'zlarini loyihasini kelib menga pitchdek qilishadi. Tushunyapsiz-a? Nimadirlar o'zligi ixtiro qilib va aynan o'sha televizorda ishlatayotgan terminlarni ishlatgan holda
mani xursand qiladigani shuki, o'zi katta odamlardek, katta biznesmenlardek o'sha terminlarni tushunib, mohiyatini anglab va o'zligi men bilan o'zi muzokara qilishni boshlashadi. Men aytamanki, masalan, savollarimni berdim, ular savollarimga javob berishdi. Men aytamanki, xo'p, sizlar 5% taklif qilyapsiz, mana bu katta summaga-da, lekin men xohlayman 25% masalanda. Chunki sizning loyihangiz hali xom va hokazo. Va ular menga javob berishga harakat qilishadi. Tushunyapsizmi? Ketdi, muzokara boshlandi. Ularda fikrlash ko'nikmasi, hozir javoblik ko'nikmasi paydo bo'lishni boshladi. Va uyda mana shunaqa o'yinlarni biz ko'p qilamiz. Men uyda bo'lganimda hech qayerda masalan oshpazlik qilmasam ham, lekin uyda bolalarim uchun, ularni qiziqtirish uchun masalan YouTube da ko'raman, o'rganaman. Oxirgi masalan qilganim жареная курица по-корейски. Bor-ku, men bu nimada bilmadim, Toshkentda ham bor, menimcha. Cho'pga tiqib yog'da. Yo'q, qarang, men bu juda ham xrustyashi bo'ladi va o'zini sousiga botirib yeyiladi. Men Koreyada ko'p yeganman unda, o'zim yoqtiraman. Va aynan bular uchun shu narsani pishirdim va bularni ko'zini oldida pishirdim. Bir marta hayotimda birinchi marta yaqinda Angliyada bo'lganimda somsa pishirdim uyda. Xamirini qorib, prям o'sha jarayonni bularga ko'rsatib, ular videoga olishdi, rasmga tushirishdi. O'sha rasmlar ham bor. Agar bilmadim, balkim berarman sizga qo'yishga. O'sha xamirni qorganim va hokazo. Chunki biz oddiy oilada o'sganmiz. Yoshligimizda mani opacham vaqtli turmushga chiqib ketganlar-da, uyda hamma narsani o'zimiz qilishimiz. Bankalar yopib turardi. Xuddi shunaqa. Endi banka yopa olmaganman, lekin boshqa ko'p ishni qilganman. Lekin haqiqatda bankani men yopa olmasdim. Masalan, uy supurish, sidirish ishlarida, posuda yuvish, o'zingizni kiyimingizni o'zingiz yuvishingiz-da, bular hammasi zo'r ko'nikmalar. Ovqat pishirish ko'nikmasi. O'sha sho'rvadan boshlab mastava, moshxo'rda, osh, xonim, manti, lag'mon cho'zishni bilmayman, lekin o'sha ishlarni qilganmiz. Makaron, paflotskiy va hokazoda. Tort pishirarmidim, mana shunaqa narsalar. O'zimizdan o'zimiz nimalardir yaratib o'sha paytda qilganmiz. Farzandlarimga ham shu narsani hozir harakat qilyapman, yaratib berishga, chunki g'arb davlatida yashayotgan farzandlar juda xavfli maydonda. Nimaga? Chunki ularda komfort, hamma narsa bor, hamma narsa yetarli. Qachonki ularda ochlik hissi bo'lmasa, farzandingizda ochlik hissi bo'lmasa, bir narsaga talpinish degan narsa, o'sha xohish kamayadi. O'zbekistondagi yoki aytaylik, mayli, bugungi farzandlarim to'g'risida gapiradigan bo'lsak va mani o'sha 35 yil oldingi davrim to'g'risida gapiradigan bo'lsak, ular bilan farzandim bilan va mani yoshligimning o'rtasidagi farq, menda ham, sizda ham shu narsa bo'lgan. Aminman bu narsaga. Bizda hungriness bo'lgan, ya'ni ochlik hissi bo'lgan. Ya'ni biz och bo'lganmiz. Qaysi ma'noda och? Muvaffaqiyatga och bo'lganmiz, ilm olishga och bo'lganmiz, biz harakat qilganmiz. Yetishmovchiliklar natijasida biz o'sha komfort zonada bo'lmaganligimiz ham bizga juda qo'l kelgan. Ya'ni ko'p narsa yetishmaganligi sababli biz o'sha narsani to'ldirishga harakat qilganmiz. Tirishqoqlikni bu narsa oshirganda. Xuddi shunday. O'sha narsa meni farzandlarimda yo'q deb o'ylayman. Va mana shu narsa ba'zida meni o'ylantirib qo'yadi va ularni suslikka undaydi. Ularni ba'zida ishoqmaslik, erinchoqlikka undaydi. Vaholanki bizni O'zbekistondagi bolalarimiz erinchoqlik koeffitsiyenti ancha past. G'arbdagi bolalarni erinchoqlik koeffitsiyentidan ko'ra. Bu meni qarashlarim, o'sha uchun hamki bugun agar farzand tug'ilsa menda, men ularni albatta O'zbekistonda o'qitgan bo'lar edim. Murshid aka juda bir yaxshi ma'lumotlarni hozir ulashyapmiz. Menimcha farzandini chet elda o'qitaymi, o'zimizda o'qitaymi degan ota-onalar menimcha ko'plab savollarga javob olishyapti. Juda ham samimiy podkastimiz bor. Endi podkast deganda ikki tomon ham o'zini fikrini bildiradi va uchinchi tomon, ko'rib turgan tomon o'zini xulosasini chiqarib bir bilimini oshirishi mumkin. Sizni shaxsiy tajribangiz va bir samimiy savollardan bittasi, siz farzandlaringizdan o'zingiz eng ko'p o'rgangan narsangiz nima?
har Eng birinchisi ba'zi inglizcha so'zlar. Ya'ni ba'zida bo'ladi mana bu joyimni qashib qo'ygan yoki qitig'im kelyapti degan so'zlarni men necha yil ingliz tilini o'rganganman-da, masalan, yillar davomida o'rganganman-da, lekin mana ari chaqib qo'ydi, anaqa achyapti degan so'zlarni bilmas ekanman. Bilasizmi? Aynan mana shu so'zlarni farzandlarim menga ba'zida shuni aytadi. Tickling, masalan, stinging, masalan. Men bu so'zlarni birinchi navbatda farzandlarimdan o'rganganman. Endi ular o'sha yerda til chiqarishganidan keyin ular o'sha joyi odami sifatida bilishadi o'sha mayda chuda so'zchalarni. Ya'ni biz odatda kitobda o'rganmaydigan narsalarni, ahamiyat bermaydigan narsalarni. Albatta undan tashqari farzandlarimdan ko'p narsani, ya'ni bugungi kundagi yengilliklarni ko'p hollarda farzandlarimdan ham olaman. Ya'ni dunyoda nimalar bo'lyapti, aynan texnologiya sohasida, qaysidir fan sohasida va hokazo da ana u kuch nomi nima edi? Tortishish kuchi. Gravitymi? Gravity. Ya'ni mana Idris hali receptionga boradi, birinchi sinfda. Ketyapmizda, yo'lda ketyapmiz, menga savol beryapti. Ada bilasizmi deyapti, nimaga mana shu tosh yerda turadi? Nimaga men tepaga otsam tosh pastga tushadi deydi. Aytdim, yo'q. Chunki gravity nimasi bor-da deydi. Gravity qonuniga asoslanadi-da deydi. Gravity nima degani bolam dedim. Chunki dedi mana shu nimada tortishish kuchi bor deb menga tushuntirish boshlayapti-da. Uje men bilasizmi, bu bir kichkina misol bu. Biz o'qiganmiz, geografiyani o'qiganmiz. Bu geografiyani nimasida, terminlari. U necha yil oldin esdan chiqib ketgan. Lekin o'sha birinchi sinf bo'la turib, menga shu narsani otasiga o'rgatyapti. Bu narsada men haqiqatda qoyil qolganmanki, shu narsalarni o'rganibdi-da. Hozir endi bu ilmiy nuqtai nazardan, soft skill nuqtai nazardan, mana bu yumshoq kuchlar yoki yumshoq o'sha ko'nikmalar borasida o'ylashim kerak ekan. O'z odatda masalan farzandlarimiz harakatlarida masalan endi menimcha hammada bu narsa har xil. Men ko'proq shu o'g'limga qaragan paytimda anaqa yosh bolada bilasizmi, anaqa ko'p xafa bo'lmaydi, sizdan tez unutadi-da. Yoki bitta narsani qila olmasa, yana qayta harakat qilib ko'radi shu narsaga yoki keyingi kun yana qayta harakat qiladi. Ya'ni juda ko'p yangi narsalarni o'rganishga harakat qiladi. Bundoq qarab, demak, odam har doim harakat qilish kerak ekan. Nima uchun biz yoshlik paytimizda ko'proq nostalgiya bo'ladi? O'sha paytda zo'r bo'lganda deymiz. Chunki biz bilmagan, ya'ni biz uchun yangi bo'lgan, biz kashf qilgan narsalarimiz juda ko'p bo'lgan ekanda. Odam yoshi bir joyga yetgandan keyin, mana misol uchun 28-30 ga men kirayotgan bo'lsam, qanaqadir ma'noda o'sha komfortga tushib qolasizda, yoqmaydi uni o'rganish, buni o'rganish, lekin aslida o'sha o'rganish, tirishqoqlik, harakat qilish, nimadir o'xshamasligi, nimanidir kashf qilish bizning hayotimizga rang qo'shar ekanda. Imенно mana shu narsani hozircha o'g'limga qaradimda, demak, odam har doim baxtli bo'lish uchun, mana shunaqa bir energiya bilan yurish uchun, demak, u kashfiyotchi bo'lish kerak ekan degan bir anaqalar ham bo'lgan menda fikrlar. Xuddi shunday, men hozir mana siz misol tariqasida beryapsiz. Men balkim bilasizmi, ba'zida farzandlarim menga rasfokus bo'lishini oldini oladi menda. Ya'ni men ko'raman, ular bitta narsaga fokus qilgan-da, aynan mana shu narsani rivojlantirish ilinjida hamma joyga o'zini o'rmaydi, mana shu narsani fokusi qiladi-da, ishni bitiradi. Va mana shu narsa menga dars bo'lgan. Men hozir eslayapman-da, siz aytdingiz, chunki bu savol kelyapti. Odam o'tirib o'ylashi kerak-da. Nimani aynan o'rgandim? Aslida bu hali bittasi. Farzandingiz juda ko'p narsani o'rgatadi sizga. Yaxshi ota-ona bo'lishni ham farzand o'rgatadi o'zi aslida. Xatolaringizni ko'rib. Bizda rasfokus bo'lib ketamiz-ku. Fikr xayolimiz unda, bunda bir paytda o'zida bir nechta ish qilishimiz kerak. Lekin farzandda ko'ramiz, ularda muammo kamroq. Maydonlar kamroq fokus qiladigan, bitta o'sha maydonda fokus qilyaptimi va natijaga tez erishadi. Buni tugatadi-da, keyingi masalaga o'tadi. Mana shu narsani nazarimda farzandlarimdan o'rganganman.
Navbatdagi savolim, bu ham meni o'sha har doim beradigan savolim hamma mehmonlarimizga. Agar farzandingiz faqat sizdan bitta narsa meros qilib olsa, aynan sizdan bitta meros unga qoldirsangiz, u nima bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? U moddiy narsami yoki ma'naviy ham bo'lishi mumkin? Ma'naviy bo'lishi ham mumkin. Moddiy bo'lishi ham mumkin. Bitta narsa sizdan meros qilib olsa, nima bo'lgan bo'lishini xohlardingiz? Intellekt, global intellekt. Ya'ni o'sha men dunyo bugungi kunda o'sha juda ko'p davlatlarda bo'lish baxtga muyassar qildi Alloh taolo. Va mana shu juda ko'p davlatlarda bo'lib, juda ko'p insonlar bilan uchrashish natijasida bizda diapazon, fikrlash diapazoni kengayadi. Va bu bir kunda bo'ladigan ish emas. Yillar davomida bu sizda tarbiyalanib keladigan narsa hisoblanadi. Va buni natijasida siz haqiqiy global fuqaro mindsetiga ega bo'lasiz. Global intellektga ega bo'lib, o'zingizni global fuqaro qilib tarbiyalaysiz. Va albatta global fuqaro deganda biz nimani tushunamiz? Shunchaki o'zini manfaati uchun harakat qilmasdan, balkim haqiqatda jamiyatning rivojiga hissa qo'shadigan, tabiatni asraydigan, atrof muhitni o'ylaydigan da ertangi kunda jamiyatga o'zini kerakli inson bo'lishiga harakat qiladigan va umri o'tgandan keyin orqasiga shundoq qaraganda qanchalik meni hayotim mazmunli o'tdi, qanchalik insonlarga foydali bo'ldim, qanchalik Allohni rozi qila oldim degan savollarga javob beradigan global fuqaro sifatida tarbiyalanishi juda ham muhim har bitta farzandda. Va nazarimda men ham harakatdaman o'zimni o'sha global fuqaro sifatida tarbiyalashga, bu global intellektimni yanada rivojlantirishga va mana shu 43 ga kirayotgan bo'lsam, mana shuncha yil davomida yiqqan barcha tajribalarim natijasida menda o'sha global intellekt statusi paydo bo'ldimi miyamda. Aynan mana shuni agar men farzandlarimga meros qilib qoldiradigan bo'lsam, inshaalloh meni ko'nglim xotirjam. Zo'r mushtaki. Chunki u men qilgan xatolarimni natijasi va xulosalaridan yasalgan intellekt hisoblanadi. Agar imkoni bo'lsa, shu narsani albatta qilgan bo'lardi. Zo'r javob bo'ldi. Yana bitta keyingi savolim. Hammamiz farzandimizni muvaffaqiyatli bo'lishini xohlaymiz-da, lekin aynan siz uchun farzandingizni muvaffaqiyatli bo'lishi nimani anglatadi? Ya'ni qanaqa bo'lganda farzandim muvaffaqiyatli bo'ldi, men yaxshi ota bo'la oldim, tarbiya bera oldim deb ayta olasiz? O'zi aslida bu savolni men o'zimga berib kelyapman oxirgi paytlar. Bilmadim, undan oldingi qaysidir podkastda ham bu mavzuni ko'targan edim. Ko'tarishgan edi va men shunga o'xshab javob bergan edim. Takror bo'lishi mumkin, lekin aytishim kerak bu narsani. Oxirgi paytlar men savol beryapman o'zimga. Muvaffaqiyatli bo'lish yoki baxtli bo'lish degan ikkita tushunchaning bir-biriga chambarchas bog'liqligi yoki uning farqi nimada? O'sha farzandimizga ham tushuntirishimiz kerak bo'lgan jarayonlarda biz o'sha farzandimiz nimagadir erishmoqchi bo'lganini sababini undan so'rashimiz kerak-da. Men tadbirkor bo'lmoqchiman deydi yoki men millioner bo'lmoqchiman deydi. Nimaga degan savolga javob bera olish kerak. Nima sabab? Aytaylik, bugun sen millioner bo'lding. U pulni nimaga ketkazmoqchisan? Bu seni haqiqatda baxtli qiladimi? Hayotingda seni aslan nima baxtli qila oladi? Odamlarga yordam berib, ularning quvonchini ko'rishmi? Yoki shunchaki qimmat yaxtalarda yurishmi? Qimmat bilmadim, uylarda yashashmi? Insonlarning senga qarab olqishlashi seni baxtli qiladimi? Shonmi, sharafmi, nima baxtli qiladi? Degan savol bu juda ham muhim savol bugungi kunda. O'sha Sinikning nima kitobi bor-ku, Why. Da, aynan why degan narsadan boshlash kerak hamisha. Nima uchun, nima maqsadda degan har bitta qadamimizda shu savolni biz berishimiz kerak. Va men o'zimga aytamanki, men muvaffaqiyatli bo'lishni xohlaymanmi yoki baxtli bo'lishni xohlaymanmi? Albatta baxtli bo'lishni xohlayman. Chunki muvaffaqiyatli inson har doim baxtli emas. To'g'ri.
Farzandimni ham albatta men baxtli bo'lishini xohlayman. U qanaqa ko'rinishda? U balkim o'zini sohasida tinch yurgan, oilasi bilan tinch, qaysidir bir shaharda o'z hayotini yo'lga qo'yib bo'lgan-da, uyga kelganda uni kimdir kutib o'tiribdi. Uy keling, tam $1 million qasr bo'lmasin, lekin u uy bo'lsin. House emas, home bo'lsin. Ya'ni o'zbek tilida qanaqa bu narsani tarjima qilish mumkin? Ya'ni bizga uy kerak. Men shu joyda farzandimni bitta nimasini aytaman. Masrur o'g'lim, biz Toshkentdan ma'lum bir pauza bo'ldida, Toshkentga olib keldim ularni va keyin Buyuk Britaniyaga qaytib ketdik. O'rtada va men aytdim, bolam, namuncha bu uyni yaxshi ko'rasizlar. Bu uy kichkina bo'lsa dedim. Buyuk Britaniyadagi uy 1,5 sotuvmi shunaqada. Qavatli, lekin takoy katta emasda uy. Shaharda, markazda. Lekin aytaman, Toshkentdagi uylar deyman, bundan 10 barobar katta. Toshkentda imkoniyatlar ko'proq. Ya'ni yordamchilar bor-da, atrofda hamma yordamchilar ko'p-da, ya'ni alhamdulillah. Lekin bu yerda hamma narsani o'zimiz qilishimizga to'g'ri keladi. Hech kim yo'q. Bu yerda hatto voditel ham yo'q. Ya'ni haydovchi ham yo'q. Da kerak joyga yoki yayo borish kerak, yoki avtobusda, yoki Uberda, taksida borish kerak va hokazo. Va uy ham kichkina. O'shanga javobi nima bo'ldi farzandimni? That it's not about the size of the house. It's about how happy the people are in this house. Deb aytgan javobi edi-da. Ya'ni gap uyning hajmida emas, gap uni ichida yashayotgan insonlarning qanchalik baxtli ekanida. Xuddi shu gapni aytgandan keyin men o'sha o'tirgan joyimda qotib qolganman va haqiqatda to'g'ri, gaping to'g'ri deganman bolamga-ki, что haqiqatda biz qimmat mashinalarda yurishimiz, qimmat uylarda yashashimiz bu haqiqiy baxt emas. Ba'zida o'sha bizdagi o'sha qimmat xonadon bizga qayg'u olib kelishi ham hech gap emas. Depressiya, stress olib kelishi ham hech gap emas-da. Bilasizmi? Chunki yashaydiganimiz nima? Bitta o'sha yotoqxonamiz, bizning living room. Bilasizmi, yana bir narsada yaqinda ayolim bilan shu narsani muhokama qildik-da. Aytdimki, bizning hozir Angliyadagi o'sha biz yashayotgan uy o'sha 2012-yildan beri o'zgarmagan. O'sha uyda, o'sha bolalarimiz kichkina edi, o'sha uyda edik. Bolalarimiz hozir katta bo'lgan, hali ham o'sha uydamiz. Ya'ni lokatsiya juda yaxshi, qo'shnilar va hokazo juda ham yaxshi joyda, lekin kichkina-da uy. Aytdimki, davay uyni o'zgartiramiz. Buni 2 barobar, 3 barobar kattarog'ini olamizda. Hozir o'g'lim bilan o'g'illarim bitta xonani bo'lishadi-da. Aytdim, bularning har bittasida bitta xona bo'lsin alohida. Living roomlar ham kattaroq bo'lsin va hokazo. Boshqa tarafdan keyin o'tirib o'yladik, tahlil qildik. Agar dedim hozir bu bizning uyimiz bundan 4 barobar katta bo'lsa yoki 3 barobar katta bo'lsa, biz hammamiz hozir 3 ta bolamiz ham, men ham, ayolim ham living roomga tushib olib, tiqilib o'tirmagan bo'lardik. Ya'ni bir-birimizga shunaqa mehrimiz oshib, ya'ni joy tepada, masalan, qandoq sizga tushuntiray? Biz o'sha living roomda o'tirib baxtlimiz hammamiz. Tushunyapsizmi? Agar dedim, uy katta bo'lganida edi, qizim o'zini xonasiga kirib o'tiradi. O'g'lim o'zini xonasiga, yana bitta o'g'lim o'zini xonasiga. Ayolim tepada, men pastda o'zim o'tirib qolgan. Hattoki men bilan ayolim o'rtasidagi men bu jipslik, bir-birimizga bog'lanishlik kamaygan bo'lardi. Shuning uchun hamki ba'zida o'sha uylarning kichik bo'lishi ham oilani jipsligini ta'minlaydi degan xulosaga keldik haqiqatda. Chunki qishda ham, yozda ham bitta joyda o'sha living roomga tushamizda, o'tirib bir-birimiz bilan yaqinmiz. Tushunyapsizmi? O'sha mana shu narsalarni ba'zida o'ylaymiz. Odam rivojlangan sari, intellekt rivojlangan sari uje sal yerda yurishni boshlaysiz-da. Mana shu narsa juda muhim. Murshid aka, yana bitta savolim. Endi ota-ona farzandi haqida juda ko'p duo qiladi-da. O'zi
o'sha har ibodat qilganida duo qilish kerak yoki mani oyim ham juda ko'p duo qiladilar. Siz farzandingizni haqqiga eng ko'p o'qiydigan duoyingiz qaysi? Javob berishim kerak bu savolga. Qisqacha. Menimcha ota-onamni, menimcha har bir ota-onani farzandida eng birinchi navbatda ko'rishni xohlagan narsasi bu uning sog'ligi. Masalan, kimdir Alloh asrasin kasal bo'lib qolsa, farzandi betob bo'lsa, ota-ona o'zini yo'qotib qo'yadi. Bosar qadamini bilmay qo'yadi va ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Na ish, na biznes, na pul, na hech narsa. Shuning uchun ham eng birinchi navbatda Allohim o'zing farzandimni o'z panohingda asragin. Biz shunchaki bir Alloh bizni mas'ul qilib qo'ygan tarbiyachimiz farzandimiz uchun. Farzandlar bizga omonat qilib berilgan. Albatta har bitta farzandning o'zini yo'li bor, o'zini taqdiri bor, o'zini hayot destinationi bor. Biz esa shunchaki to'g'ri yo'naltiruvchimiz, biz unga qo'riqbonmiz va hokazo. O'sha uchun hamki Alloh mana shu imkon, mana shu bizga ota, onalik mavqeini beribdimi? Allohning o'ziga biz uni omonat qilib qayta topshirib qo'yamizki, Allohim panohingda asragin. Undan keyin esa farzandimizni haqiqatda ketidan rahmat eshitadigan farzand bo'lishini istaymiz va jamiyatga haqiqatda kerakli inson bo'lishini so'rab duo qilamiz. Chunki ko'pchilik insonlarning atrofdagilarini hojatini chiqaradigan farzand bo'lsa, unaqa farzandni ketidan ham ota-ona uchun ham rahmat, ham ajr kelaveradi. Siz hayot ekansiz, siz bu dunyoni tark etar ekansiz, sizga bu ajr va rahmatlar kelaveradi. Shuning uchun hamki sog'lik va sanab o'tgan mana bu jamiyatga kerakli hojatbarorlik xislatini Allohdan so'rayman farzandlarim uchun. Ota-onalarimiz farzandlar haqqiga juda ham ko'p duo qilish kerak. Men Abror Muxtor Ali bilan bo'lgan podkastda ham aytdim. O'sha meni eslayman, o'sha 1-2 sinfligimda adam meni qilgan duolarida Toshkentga o'qishga borasan hali, o'ta professorlar sen yaxshi ko'rib qoladi, yordam beradi degan narsalar shu birga bir tushgan paytida men o'zim g'alati bo'lib ketganman-da. Xuddi shu uchun ham ko'proq duo qilishimiz kerak. Albatta bu amalga oshadi, bu narsaga qattiq ishonishimiz kerak. O'ylaymanki juda ham manfaatli, nafaqat chet elda ta'lim, balki yurakdan samimiy gaplarimiz ham bo'ldi. Sizni ichki dunyoyingizni o'sha ota sifatida o'sha oddiy sodda qilib tushuntirib berdingiz. Birga ovqat qilamiz yoki uyni hajmi emas, uni ichidagi insonlarni qanchalik baxtli bo'lish kerak degan bir fikrlaringiz menimcha ko'pchilikning qalbiga bordi. Ya'ni men shu narsada o'zimni qo'ydim-da hozir. Menimcha bizani ko'rayotganlar ham o'zini qo'yib ko'ryapti va demak podkastimizning oxirgi qismida har doim bir savollar so'rayman. Shu bir savollardan keyin podkastimizni bemalol yakunlasak bo'ladi. Xolos bir narsani ta'kidlashimiz kerakki, hech qachon hech birimiz o'zimizni ideal ota deb yoki ideal ona deb sanamasligimiz kerak. Ya'ni sizga bu narsalarni aytyapman, men bu meni o'zimga mas'uliyat qo'yyapti-da bo'ynimga yana. Va har kuni yaxshilanishda harakatda bo'lishimiz kerak. Hech birimiz ideal emasmiz. Ya'ni meni ham xatolarim juda ko'p va ular ustida ishlashga harakat qilyapmiz. Mushtaga tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Blitz savollar, qisqa savollar, aynan shu ta'limga bog'liq bo'lgan. Har bir ota-ona farzandini chet elda o'qitishi kerakmi? Shart emas, imkoniyati bo'lsa harakat qilish kerak. Bakalavr maqsadga qarab yoki magistratura aniq. Zo'r. Chet elda o'qigan farzand albatta qaytib kelishi kerakmi o'zini davlatiga? Opet-taki maqsadga bog'liq. Agar magistraturani faqat o'qishga borgan bo'lsa, qaytib kelgani afzal, chunki olgan bilimlarini qayta berish kerak o'zini jamiyatiga. Zo'r. Ta'lim sifati bo'yicha birinchi uchlik davlatlar qaysilar? Buyuk Britaniya, Finlandiya, Yaponiya. Farzand uchun qaysi biri muhimroq? Diplomi bo'lishimi yoki ko'nikmami? Har ikkalasi ham muhim. Ya'ni diplom deganda shunchaki shkafda turadigan diplom to'g'risida gap ketmayapti. U diplomni harakat qilib o'sha o'qib
o'qib keyin ko'p ko'nikmalarga ega bo'ladi farzand. Ya'ni diploming kerak emas degan narsaga qarshi fikrdamanda. O'sha uchun ham bu gapni chuqurlashdim bu masalaga. Atak ko'nikma albatta muhimroq. Lekin diplomsiz ham bo'lish kerak emas. Bitta jumlada siz nima degan bo'lardingiz? Ya'ni o'sha jumlani davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Chet el ta'limi bu nima? Bu yangi imkoniyatlar, yangi do'stlar va kelajak kalitlaridan biri. Murshid aka, samimiy va albatta yurakka borgan javoblaringiz uchun kattakon rahmat sizga. Sog' bo'ling, taklif uchun rahmat. Yana o'ylaymanki, bugungi podkastimiz siz aytganingizdek hech kim ideal emas, ya'ni har bu jarayon bor ekanki biz o'rganamiz. Shu bilganlarimizdan, demak, sizlar tomoshabinlar bilan bo'ldik. Agar qanaqadir tilaklaringiz bo'lsa, bizlarning ota-onalarimizga bemalol bildirishingiz mumkin. Murshid. Avvalambor Shahzod katta rahmat taklif uchun. Bu mavzuni eshitib, men hatto ko'p o'ylamadim ham. Ya'ni bu mavzuga doir podkast bo'lgani uchun darrov ha javobini berdim va sizni hurmat qilamiz, qadrlaymiz, ham tadbirkor, ham ukamiz sifatida. Ota-onalarimizga beradigan maslahatim eng birinchi navbatda o'zimiz o'qimishli bo'lishga harakat qilaylik. O'zimiz harakat qilaylik, majbur qilaylik o'zimizni kitob o'qishga ba'zida. Ko'proq o'zimiz ustimizda ishlashga harakat qilaylikki, farzandlarimizga namuna bo'la olaylik. Bu birinchisi. Ikkinchisi, farzandimizni birinchi kunidan boshlab ularni oliyjanob inson bo'lishga undaylik. Ularni har bir xatti-harakatiga, ularning har bir gapirayotgan so'ziga, ularning qaysi atrofidagi do'stlari bilan muloqotda bo'layotganidan hamisha xabardor bo'lishimiz shart. Bu biz sizni mas'uliyatimiz ota-ona sifatida. Chunki kunning eng katta qismini farzandingiz aynan o'sha do'stlari bilan, o'sha tanishlari bilan sizdan ochiq yoki yashirin holatda o'tkazadi. Shuning uchun biz farzandimizni do'stlari kimligi, ularning ismlari nima, ularning ota-onalari kim va ular qayerda, qaysi sohalarda faoliyat yuritishadi, bu narsadan biz hamisha xabardor bo'lishimiz kerak. Bu juda ham muhim narsa. Va uchinchisi albatta o'zimizni, millatimizni, qadriyatimizni ularga anglatish, dinni chuqur tushuntirish, farzandimizga yoshligidan qaysi dinga mansub ekanligini, uning yaratgani kim ekanligi va Qur'ondagi, hadisdagi, ya'ni musulmonlarga murojaat bu albatta. Qur'on nima, hadis nima, Qur'ondagi o'sha oyatlarning mazmuni nimadan iborat ekanligini yoshligidan shu narsani agar biz bera oladigan bo'lsak, ertaga farzandimiz ulg'aygandan keyin biz ko'nglimiz xotirjam. Nimaga? Chunki biz farzandimizni yoshligidan oq va qorani farqlay olish ko'nikmasini, imkoniyatini ularga yaratib berdik. Undan keyin o'zi xavotir olmasangiz bo'ladi. Chunki farzandingiz o'sha ma'lum bir yoshga yetganda mustaqil hayotga qadam bosishdan oldin allaqachon nima halol, nima harom ekanligini anglab yetgan. Qolgani esa Allohga tavakkal. Barcha ota-onalarga haqiqiy eng birinchi navbatda oliyjanob ota-ona bo'lishligini tilayman. Shu qatorda sizga ham, o'zimga ham. Murshid aka. Rahmat kattakon vaqt ajratib kelganligingiz uchun. Keyingi mening Daho podkastimda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar va eng yaxshi olgan insaytlaringizni albatta izohlarda qoldirib ketinglar. Murshid aka rahmat. Sog' bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Rahmat katta, manfaatli bo'ldi. Daholar tug'ilmaydi, daholar tarbiyalanadi. Kuchlilar tug'ilmaydi, kuchlilar tarbiyalanadi. Donolar tug'ilmaydi, donolar tarbiyalanadi. Temuriylar tug'ilmaydi, temuriylar tarbiyalanadi. Avloniylar tug'ilmaydi, avloniylar tarbiyalanadi. Mening daho farzandim